emasmiz biz deydi ekan. Shunda ey Umar, Muhammad tirikmi deganda payg'ambarimizga Hazrati Umar qaraganda javob bering deganda vallohi payg'ambarim tirik deb aytar ekan. Keyin Abu Sufyon jangchilarni olib ortga qarab ketadi. Payg'ambarimiz Hazrati Aliga aytadi, "Boring" deydi. Agar ular deydi, tuyalariga mingan otlarni yetaklab ketayotgan bo'lsa, ular Makkaga qarab yo'l olgan bo'ladi. Agar yo'q, tuyalarini yetaklab otga mingan bo'lsalar, ular Madinaga hujum qilmoqchi bo'ladilar. Agar ular Madinaga hujum qilaman desa, u yerda yosh bolalar, ayollar bor. Vallohi ularni tinch qo'ymayman degan ekan. Payg'ambar shijoatlanib ketgan ekan. Keyin Hazrati Ali qarab kelsa, ular tuyasiga mingan otni yetaklab ketyapti deganda, unda Makkaga ketishdi bular deydi. Rasululloh tushib sahoba ikromlarni birma-bir istaydi. Hanzala bin Abu Omirdan xabar olib kelinglar deydi. Hanzala bin Abu Omirni istashsa, yosh yigit bo'ladi, endi uylangan bo'ladi. Rasulullohga bir xabar kelganki, so'rattiryapti, uni qaranglar, tiriklardami, o'liklardami? Sahobalar qarasa, "Ya Rasululloh shahid bo'libdi u yosh yigit" deydi. Qanday holatda topdinglar desa, usti boshi ho'l deydi. U jangga chiqayotgan paytida junublikdan g'usul olishlikka ulgimay qo'shilib kelgan edi. Farishtalarning o'zlari tushib, uni nima qildi? G'usul qildirgizdi, o'shuning uchun ho'l holatda ko'rdinglar degan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd bin Robiyani topinglar menga deydi. Sa'd bin Robiyani menga istanglar, tiriklardan, o'liklardan mendan salom yetkazinglar deganda, sahobalardan bittasi jasadlarning ichini qarab yursam, Sa'd deydi, endi oxirgi nafaslarni berayotgan, qorni bir ichib qaytayotgan bo'ladi deydi. "Ey Sa'd, kimlardansiz?" deganda, "O'liklardanman." Rasululloh sizni so'radilar deganda, Rasulullohga mendan salom ayting va birodarlarimga mendan salomni yetkazib qo'ying dedi ekan. Vallohi agar sizlar tirik bo'la turib Rasulullohga zarar keladigan bo'lsa, qiyomat kunida men sizlar ikki yoqangizdan ushlayman deb aytgan ekan va jonni berib yuborgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda nima uchun yaxshi ko'rishgan bunday sahobalar? Chunki qiyomat kunida yagona bizni suyanchig'imiz ota-onamiz emas. Ana shu yashil gumbazning ostida yotgan Habibulloh bo'ladi. Farzandlarimiz, ota-onalarimiz, aka-uka, jigarlarimiz bizdan voz kechadi, ishoning. Qur'onda bu va'da qilingan bu. Hamma o'zini o'ylab qolgan paytida o'zini o'ylamaydigan, o'zini kechib qo'ygan, o'zini rohatini chekiga surib qo'ygan yagona zot o'sha Habibulloh bo'ladi. Va qiyomat kunida so'zi o'tadigan ham, Alloh so'ziga e'tibor beradigan shaxs zot ham mana shu bizni Habibulloh Rasululloh bo'ladi.